bu videoni pulga urib, soqqani soqqaga urib yuradigan labochi bratlarga astagina jo'natib qo'yaverasizlar. Chunki deganda biz sizlar uchun mana shunday tayyor bo'lgan laboni zo'ridan topib qo'ydik. Mashinani hech qanaqa rasxodi yo'q. Olish kerak, minish kerak. Boshqa bir so'm xarajat qilmaysiz. 4 ta yumshoq balonigacha, metan gazlarigacha, templarigacha qo'yib qo'yilgan. Chexol, folik, xullas kalom umuman ishi yo'q. Hattoki pultlargacha qo'yib qo'yilgan. Bu mashinamizda ishlab chiqarilgan yili 2024-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani bor yo'q 44 000 kilometr yurgan mashina ideal holatda. Tentlardan takoy voyenniy stillar qo'yib qo'yilgan. Metallarigacha qo'yilgan, metallarni akkuratnik qo'yib qo'yilgan. Baklarni oldiga o'tkazib, xullas kalom mashina minishga tayyor holatda. Akkumulyatorgacha защитный qilib qo'yilgan. Bu mashinani maza qilib haydashingiz uchun bor yo'q 1300 dollar bilan kelasiz. O'zingizning nomingizga bir kunda bitta pasport evaziga avtokreditga chiqarib beraman. Boshlang'ich to'lovga sizda hattoki Matiz, Tico, Nexia 1, 2, Damas mashinalari bo'lsa ham olib qolaman. Like, podpiska esdan chiqmasin. Qo'shimcha ma'lumot uchun past raqamlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.